Nimişqa torda hemmeyle ayol kishi yo'ldan chiqsa kechirib o'tishga bo'lmaydi, erli yo'ldan chiqsa kechirib o'tishga bo'ldi degandu. Man qalan xotin, men buni oddiy bir misol bilan tushundiray. Masalan, bizning uyning qulubi xalqning uyining oshquchida echilib ketib qolsa, bizning uyning qulupini almashtirib o'tish kerakmi, yo'qmi? Albatta almashtirib o'tish kerak. Bo'lmasa uyga o'g'ri kelmamdi. Ha, mana to'g'ri. Yana masalan, anglab turinglar. Masalan, bizning uyning qulupining oshquchida hamdi boshqalarning uyning qulupini echiyotqili bo'lsa, bizning uyning qulupini almashtirishning zaruriyati bormi, yo'qmi? Yo'q, echilib ketgan xalqning qulupi tursa, biznikini almashtirib nima qilamiz? Ha, mana naq shu qoida. Ana asosi bormi-ki? Asosi degmi turdi. Shu asosi bor. Yana bir misol anglanglar. Masalan, erlarning yo'ldan chiqishi uydagi pokiz suvdan bir stakan olib chiqib, sirtdagi jundig'i chechiyotgan bo'lib o'xshaydi. Lekin ayollarning yo'ldan chiqishi sirtdagi jundidan bir stakanni olib kirib, uydagi pokiz suv qo'shayotganga o'xshaydi. Masalan, sizdan so'rab qo'yay. Masalan, uyda bir cherak pokiz suyimiz bor bizning davomli ichayotgan. Bu suvdan men bir stakanni olib chiqib, talaga olib chiqib jundivayaga to'kib uyimizdagi suvni yana ishkili bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Bu suya bulg'unib ketmasa? To'g'ri. Endi masalan, sirtdagi jundidan bir stakan olib kirib, uyimizdagi pokiz suvni to'kib uyimizdagi suvni yana ishkili bo'lamdi, yo'qmi? Uni qanday ishkili bo'ldi? Hali o bir stakanken bir temim yundi to'kilib ketsa, odamning ko'ngli ko'tarmaydi uni ishkili. Ha, mana dal shu qoida. Shuni to'rda hammaylar ayollar yo'ldan chiqsa kechirishga bo'lmaydi, eril yo'ldan chiqsa kechirishga bo'ladi deydi. Ha, endi tushungansizlar? Ha, endi tushundim. Po'qni tushungansiz kalla, po'qni. Bayatim men sizlarga deb bergan misolning hammasi faqat qalla misollar. Lekin bu ayollik turmushni uning o'xshatib qo'ysak, haragiz bo'lmaydi xotin. Qanday deysizlar? Avval men ichimlikdan binab chiqing, o'lchamlik javobini beraman sizlarga. Ma'qul. Men nimishqa davomli Kevsar limon ishini bilamsizlar? Chunki Kevsar limondan keyin miqdori jiq, limon tarkibi 20%. Shuning ishingizlar. Umumiy to'g'ri, miqdorimiz jiq, limon tarkibi 20%. Eng muhimi qo'qoqning eng yomon dushmani deymiz buni. Hozir bozorda limon tamlik ichimlik, limon ichimligi deb bak aylanib ketibdi. Lekin haqiqiy 20%lik limon tarkibiga qo'shilgan limon men bilqinimiz Kevsar limon shu. Shunga biz davomli Kevsar limon ichamiz. Qo'qoqning eng yomon dushmani deb bak nom bor buni. Endi o'zimizning gibi kelsak xotin. Endi bu oil degan xotin mehr muhabbat so'zini qambakan. Mehr muhabbat bo'lsa, poklikni, mutlaq sodiqlikni talab qiladi. Mutlaq sodiqlik, poklik bo'lmagan muhabbat haqiqiy saf muhabbat bo'lmaydi. Shunga bu ayollik turmushda mayli er taraf bo'lsin yoki ayol taraf bo'lsin, hech qaysi tarafning yo'ldan chiqishi kechirimga loyiq emas. Ekran oldidagi sizga deydiganim shuki, haqiqiy muhabbatning huzurini suribmanda ekansiz, chuqum juftingizga mutlaq sodiq bo'ling. Hech bo'lmasa, hozirdan boshlab shunday bo'ling. Shunday qila olsangizlar, haqiqiy baxtning huzuri, haqiqiy xushallikning nima ekanligini shu vaqtda his qila olasiz. So'zimni qo'llaydiganlar mush filmga haqsiz yurakdan bir tal berib o'tib, o'zingizning juftiga yo'llab boqinglar, shularning inkasini ko'rib boqaylik.